Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yangi FC Mobile yo'nalish bo'yicha sizlar bilan bir nechta paklar va ekstra tayinlar ochishga harakat qilamiz va bizda umumiy 7000 ta olmos javob va bu yerdan hammasini olamiz va bizga 122 ta berdi. Turnir pakidan, ligadan va bu yoqdan chiqib olamizda kirib olamiz va olamiz bularni ham. Ba'zan paklarni birma-bir ocha olamiz. %6. Yana 107 berishi mumkin. 106 yana o'sha odamcha. Savic Turkiyada o'ynaykan. Hali yana 4 ta bor. 2 ta qoldi va oxirgi imkoniyatimiz hozir. 107 qanaqadir ko'mir berdi, ko'rgan bo'lsanglar. Yaxshi. Qani. Bratar. Yo'q, yaxshi emas reytingi. 109. Zidane. Yaxshi. Yaxshi, bu yaxshi bizga. Ancha foydasi bor. Obmenlarga tiqib yuboramiz. Va yana shu yoqdan olib olamiz. Va ketdik. Yana bosamiz. To'likka bosishimiz kerak. Yana shu Savic beryapti. 107 qandaydir ko'payib ketdi ba'da. 50 ta повышение rangdan beryapti. Yaxshi. Bu bizlarga ancha kerak bo'ladi. Va yana 2 ta. Qani kim? Ukajon dedi, bor dedi, uxladi-da, shu uchun bermadi. Qandaydir bog'dan berib qolar. Bog'dan ham uka bor dedi, uxladi. 105 bera olaman-da, shu uchun bermadi. Anaki ko'rib turganlaringizdek. Yaxshilik kadr bilan va получitni bosib olamiz va ketdik. O'ng tomonda nimadirlar ko'tarilyapti o'zidan o'zi. Yana shu PP 106 beryapti tinmasdan. Qandaydir ko'payib ketdi ba'zi paklar. Yana Savic shu. Boshdan beri Savic tushyapti. Va yana ochib olamiz. Va ketdik. Yo'q. 107 sotilmagan o'yinchi ba'zan bitta anime bermadi. 105 yana berdi. Xullas yana bog'dan chiqib olamiz. Va bizlar kalendar tomonga o'tib olamiz. Bitta pakchani ochib olamiz. Bu pakchadan Klose va 10 ta fragmentcha berdi. Bu yaxshi. Yana 30
oktyabr kuni Japan degan va FC Mobile yana kadlik varianti keladi. O'yinchilar kadli bo'ladi. Shu kartochkalari 105 dan 113 qani yursin, хотя 107 yurmadi. Keldi 107 yonini bermadi. Hozircha o'tmay turamiz. Bizlarda judayam ko'p 109 varotar sotilar ekan. Marketingga ko'ramiz. Marketing nechta pul ekan? 120 million. Ko'ramizmi yoki sotib yuboramizmi? Narxi tushib ketadi chunki bilinib turibdi. Shuning uchun hozircha men tengilmay turaman va keyingi safarlar kerak bo'lsa tiqib yuborishim mumkin. Va hozircha bizda fragmentlar yetarli. 170 ta fragment. Bu degani a'lo darajada. Va bizda qaysi o'yinchi tushdi? Papin degan o'yinchi tushdimi? Giroy. Papin, J-Pers Papin. Bu sal kaltaroq ekan. Bizani sostavga tushmaydi. Endi bu yo'nalishga Sabit tomonga o'tib olamiz. Va meni tushungan bo'yimcha bu biletcha olasiz va shu joydan qaysidir o'yinchini tanlab olasiz. Olgandan keyin o'ynab keyin shuni olasiz. Qaylargadir kirib ketdim. Bo'p turadi va shu joylar olganingizdan keyin va bu yoqdan Beckhamni 111 qilib beradi. 111 va 108 varianti bor. Keyin sizga 111 da taqdim etadi. Bu yerdan besplatni olib bora olasiz. Bu degani meni tushunim bo'yicha hammasini vibrat qilasiz, va uni o'ynaysiz. Buni vibrat qilasiz, buni o'ynaysiz va buni vibrat qilib, buni o'ynab, keyin shularni tekinga olsangiz bo'ladi. Olmashda va shuni va birinchi haftalik bo'limi nima sovg'alar bizni kutmoqda? 1040 bo'ladi, 20 ta. Galereya uncha katta ko'rmabdi, lekin futbol veselinani. Eng muhimi Abduqodir Husanov kelibdi. Bu degani yaxshi. Oyog'i 5 ga 3, talantlari visokiy zashdagi. Skorost 110, bu degani yaxshimi bilmayman. Varatar kelibdi. Garnacho kelibdi, Ronaldoni ashaddiy muxlisi. Alejandro Garnacho degan qo'shiq aytgan-ku. Va tiziga mana 500 ta kelibdi, lekin qandaydir 112 Abduqodir Husanov bilan obronasi teng deb o'ylayman. Mana 133, bunda ham 133 va bunda tezligi 123, sal tezligida 13% maqlagan. Ustunlik qilayotgan va Bastoni kelgan 130. Qanaysiga hozir 190 bo'yi va buni obronasi 135. Bu turadi 300 ta, bunisi 500 ta. Endi bu marketing bo'lsa kerak. Shundan ham pul ishlab olmoqchi bo'lsa kerak. Biza do'stlar chalg'imaymiz. Sklad degan joyga o'tamiz. Buni tepadagi fragmentcha do'ppichali nimani yig'ib, shularni olsangizlar bo'ladi. Nega biz sotilmaydi o'yinchi. Keyin mana
111 da ocha olasizlar. Любой narsa tushishi mumkin bog'dan. Aytib bo'lmaydi. Tushunganingiz bo'lsangiz bo'ldi. Endi bizlar obmen bo'limiga o'tib olamiz va kimni beraveramiz buyoqdan? Yo'q, hech kimni bermaymiz. Повышение ранга futbolni yo'q. Bizlar buyoqdan olamiz. Kerak hali menga. Mascherano o'zimiz tilda aytganda kerak bo'ladi. Ancha foydamiz ketdi. Hozir bizda nechta Mascherano bor ekan, bir ko'rib chiqamiz va o'yinimizni boshlaymiz. 1740 ta. 1740 ta. Oh, 30 mingtaga bundan ochsak bo'larkan, lekin 30 mingtaga ochmagan bo'lardim. Maslahat bermayman. Tushmasligi ham mumkin. Va eng обновление qilgani mana 3 mingtaga 108, 113 tushadi. Saka ham bor bu yoqda mana. Bu payda endi hozir kelmagan Saka va Ko'llar bor. Varataga Jan Ko'llar. Santimetrni qaranglar, 202 yaxshi. Bu yaxshi. Tiziga chelinni obronasi yaxshi bilan. Endi bizlar oltin to'p ketdi do'stlar, endi qaytib kelmaydi. Bu yil kelishi mumkin yana. Obmen ligaga ham bizaga buni qo'shibdi. 133 obronasi, 83 bo'yi, 183 va bizlarga tap 112 ovoramizmi? Pozitsiyasi nimaga almashadi? Napga almashar ekan ham. Tura tursunchi olib qo'yaylik. Angliya top va Kumir. Menga 110 kerak emas. Shuning uchun men olib o'tirmayman, maydalashib o'tirmayman. Va bundan bosh so'raman. 500 ta yana kerak. Hali menga juda ham masxarana ko'p kerak bo'ladi. Shuning uchun bundan ham bitta bosh so'raman. Omadimiz shavdan sinab ko'ramiz. Ketdik. Priz uchish yaxshi. Kelaylik, yana bitta ochamiz. Riberi. Bizlar qaysidan ochamiz? Mingtalikdan ochib olamiz. O'zbekiston, Shveysariya, Nap, Kumir, kim? Va 110lar son beryapti. Men o'ylayapman kattaroq. Shveysariyadan hozir kim bor bizda? Yo'q. Katta overlik yo'q edi. 109dan ochib olamiz. Mana. Ketdik. Kerak emas. Nimaga 109? Omadimiz kelmayapti. Va yana ochib olamiz shuni.
qani. Yaxshiroq o'yinchi bersin. Xorvatiya, CP, Manchester City kim bor? 109 Kovac. Judayam zo'r o'yinchilar tushyapti. Shunaqa zo'r va foydasi judayam katta tegan o'yinchilar tushyapti. Bunaqasi kutmagandim, lekin judayam chotki o'yinchilar. Judayam zo'r deb qo'yamiz. Va keling do'stlar, shuni ham ochib olamiz. Qaysidir o'yinchi berdi. Bundan endi uxlayotgan vaqtimiz berishi mumkin. Oxirgi va ding ochib olamiz va ketdik. Xudoga shukr, oxirgisi. Braziliya, LPV, Kumir, manaki, boki do'stlar, mana haqiqat. Jarzinho mana chabukonimni berib yuborganni va menga Jarzinho beraman. Manaki, men chabukonimni berib yuborganni, mana bunaqa bordi menga. Menga tiqib kira soluvdim, hozir ko'rsataman. Mana chabukon bordi. Menga tiqib yuborganni 180 taga. Mana senga debda berib yubordi menga. Jarzinho oxirgi paklarda. Menimcha yaxshi, hozircha yaxshi ketyapmiz. Buni pozitsiyasi almashmasa kerak. Qara, papa bo'layotgan, xatya bunaqa ishi o'zi ham yaxshi edi. Tezligi yaxshi, o'zi qilish, driblinglari ham yaxshi. Judayam zo'r, a'lo darajada. Bizga Ronri va Larson tushdi bugungi o'yinda. Ko'p o'yinchilar. Mayli. Abonementda Lampard bor ekan. Eng qizig'i, pastga ham Mascherani qo'shibdi. Qandaydir qo'shgisi kelganmi yoki bormidi? Do'stlar, va bu hali ochilmaydi. Manaki Garincha yana yig'ilishda bo'ladi. Va sizlar bilan shu joyda xayrlashamiz. Hammaga xayr. Yana videolar chiqadi hali. Like va podpiska bosishni unutmang.